Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana shomga yaqin reportaj qilyapmiz. Bu yil yana qishlog'imizni agorotiga garimdori, balg'ari, baqlajon ekdi. Mana hovlimiz, mana yo'mkisimiz, yong'oqlar qilgan, mana uchastkamiz. Ahmadbeyning mashinasi o'tirgan. Va men hali bog'dorchilik degan Facebook'dagi gruppamga molam yemaydi bizada o'ruvlar tekin deb yozuvdim. O'shanga hali kimdir ishonadimi yo'qmi? Mana bizani o'ruvlar qo'shnidagi mana hammasi bizanikiga tushadi. Mana bu abrikos. Mana yarimi bizanikida. Mana bu yoqda yana ko'chada bitta daraxtim bor. Mana bu ham o'rik. Hoppa. Ana qizlar ko'ksulton terishyapti. Ahmadboy sanmisan? Yo'q, manman. Tervur bemalol. Facebook keyin YouTube'larda chiqasanlar. Ana. Bizani ko'chamiz. Xo'p. Mana yana bitta o'rigimiz. Mana buni qilganini ko'ringlar. Biz o'zimizchalik buni surxon o'rigi deymiz. Xuddi lisi persikka o'xshagan bo'ladi. Bu hali pishmadi. Mana bular abrikoslar, ular pishib to'kilib yotibdi. Hali bizda molam to'ygan dedim. Mana hozir molimizni kvartirasiga kiramiz, xonasiga shaxsiy. Mana e'tibor bersanglar, mana shu o'rik. Qoch. Mana o'rik. Sal yeyapti. Atak o'zi to'ygan. Mana yonida boshqa yemini yeyapti. Danagini chiqarib tashlaydi. Mana tashlaganimga qancha bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana urug'ini yemayapti-da. Bu yoqda yemlarni qo'shib yeyapti. Tert qilingan. Atak o'zi mana bizon. Xo'p, profilni ko'rdinglar, hali anfas deydimi, profil deydimi? Mana yonidan ham ko'rsatib qo'yaman. Qani. Mana. Xullas shunaqa gaplar, kuzatuvchilar. Molga qaradim. Bugungi ishlardan qutuldim. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha.